Murodjon aka, mana hozir ko'rib turibmiz, ishchilar mana shu teplitsada ozuqa berishyapti. Teplitsani o'zi joyi qancha va bitta berganda qancha ozuqa berasizlar? Mana shu ko'rib turgan teplitsangiz, bitta teplitsamiz 70 sotix. 70 sotikda endi dori berishda, o'g'it berishda o'sha qancha hosil olamiz, o'shanga qarab mo'ljallab beriladi o'g'itlar. Agarki biz 70 sotikdan 70 tonna hosil olmoqchi bo'lsak, o'shanga qarab o'g'itlarini berib boramiz. Programma asosida. Agarki o'sha normadan kam beradigan bo'lsak, hosili kamayib ketadi. Ochib ketsa-chi? Agar misol bitta piyolaga 200 gram suv ketadigan bo'lsa, unga yarim litr quysangiz toshib ketadi. Qolgani o'sha isrof. Demak, o'sha programma asosida har bitta ko'chatni hisobini olib turib, har bitta ko'chatdan qancha hosil beradi, o'shani taxminan hisoblab turib, o'shanga qarab ozuqa beriladi. Har bir nechta ko'chat ekilingan, qancha hosil mo'ljallayapmiz, o'shanga qarab har kuni yo kunora dorini o'g'itlarni berib ketaveramiz. Agar biz har bir palagidan 3 kilo hosil mo'ljallasak, o'shanga qarab o'g'itlarni berib boramiz. Undan kamaytirsak, bu palaglar bolalarni qanday oladi hosilni? Kuchli qanday oladi? Shu o'g'itdan oladi. Uni kamaytirmasdan shu bir xil berib o'tish kerak.